Shohsonamning toyi anchadan beri tuman gap edi. U nafaqat go'zalligi, balki or-nomus va qomati bastidan ham ko'z tushar kelin edi. Jasur bilan to'ydagi har bir raqs, har bir ohangda ularning muhabbati porlab turardi. Men faqat sizning ayolingiz bo'laman, degan Shohson ham to'y oqshida Jasurning qulog'iga shivirlab. Jasur boshini qimillatib uni choqladi. Bir oy o'tdi. Jasur viza ustida yuribdi. Ishsizlik uni Rossiyaga olib ketdi. Shohson ham ketma demadi. Lekin uning ko'kragiga boshini qo'ygan har kecha qol deb pichirlardi. Jasur ketdi. Uyda qaynonasi, qaynotasi va qaynogasi bekot. Bezot undan 6 yosh katta sukutlik, qaddi-qomati va kozida o'zim bilganman deb turadigan qarashga ega edi. Birinchi haftada hammasi odatiy edi. Shohson ham so'zsiz xizmat qilar. Ertalab nonushta, kechqurun choy, qaynonasi, musiqa uchun yagona tovoqlar. U og'zida o'ziga har bir yil o'tib Jasur keladi. Keyin men ham ona bo'laman derdi. Biroq u kechalari yolg'iz toshakda, issiq yostiqda, erining nafasiga chanqagan qalbi bilan uxlar edi. Uning tanasi sekin-sekin o'z ehtiyojini so'rayotgandek bo'lardi va aynan shu zaiflik Shohsinamni himoyasiz qoldirdi. Bir kuni kechqurun qaynonasi mahalla yig'ilishida, qaynotasi masjidda edi. Hovlida faqat Shohsin ham bor. U xonadan chiqib oshxonaga yo'l oldi. Og'ir tovushsiz yurdi. Ipak xalat kelgan edi. Musiqa tugmalari yupqalagidan ko'krak chizig'i yaqqol ko'rinar. O'zi bundan musiqa bexabar. Ammo bekso demas. Sizga nimadir? Kerakmi, dedi u. Yo'q, shukur. Biroz choy damlab olaman, dedi Shohsanov. Musiqa bir lahzada u o'rtada yaqinlashdi. Shohsin ham yuragi tez urab boshladi. Rekot uni orqasidan yon boshidan nafas oldi. Tanasi titirradi. Bucha go'zal ayol, dedi u shivurlab. Nega yolg'iz? Shohsinam burilib unga yuzlandi. Men kelinman, mening erim bor, lekin u yo'q. Sen esa bunday kechalarda o'zingni kim bilan tasal qilyapsan? Bu so'zlar uning qornini kesdi. Amokao krahi o setajaldi. Yov, dedi. Lekin tanasi. Degan nafas oldi. Ularning o'rtasidagi masofa yo'qoldi. Qo'l yelkadan pastga surildi. Musiqa ko'zlar qoraydi. Ehtiros lagzali uzoq kutilgan tuproqqa yogirilgan yomg'irday tushdi. Shuvur nafaslar Shohson ham onsiz shunday vaqt saqlangan ehtirosga taslim bo'ldi. Keyingi musiqa kunlar unga jahannam bo'ldi. U o'zidan nafratlandi. Bu xudini juba olmadi. Har gal ko'ziga qarasa, o'ziga menoyiqman derdi. Ammo shunday og'ir musiqa kechalarda u his qila boshladi. Unda umid bor. Ya'ni hayot. Bola musiqa kasalxonaga bordi, homilador edi. U orqudi. Jasur hammasini bilib qolsa nima bo'ladi? Qaynonamchi, qishloq. Bir necha hafta u Jasur qaytdi. Ko'rdi, quchoqladi. Qanday sogindim, deb Shohsanam musiqa jim turdi. Uning ko'zi yoshi erkakning ko'kragiga issiq is qoldirdi. Musiqa kechasida Jasur aytdi, men homiladorman. Jasur jim u yelgasini tortdi. Ko'z qizgardi. Musiqa qaynonasi eshitib qira boshladi. Eri u choy yo'q bo'liv? Bola, bo'ldimi? Kimdan bu? Shohsan ham jim. Jasur o'ylab o'tirmadi. Hissiyot unga hukm qildi. U Shohsanamni uydan haydadi. Oradan bir hafta o'tdi. Qishloq chetidagi qo'shnilar bir jasad topdi. Qo'lida qog'oz bor edi. Men tanam bilan xatolik qildim. Ammo qalbim hech qachon Jasurdan yuz o'girmadi. Bu bola muhabbatdan. Sevgi faqat ilfatdan emas, kechirishdan ham iborat. Tekshiruvdan so'ng aniqlandi. Musiqa, bola Jasurniki ekan. Ular ketishdan oldin kecha sevgi chog'ida bo'lishgan. Edi. Jasur toshakda jokkalagancha yigiladi. Lekin endi kechedi. Bugun yaratilgan.